Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Uzun marketda ekotuzum mavzusida gaplashib o'tamiz. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib va like tugmasini bosib qo'yinglar. Va sizda qanaqadir savol tug'ilsa va savolga muhtoj bo'lsangiz, kommentariyada bemalol o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Nega endi aynan mana shu investorlar 100 million dollarlab kerak bo'lsa, investitsiya qilmoqda? Buning asosiy sabablari: bozor hajmi O'zbekistonda 36 milliondan ortiq aholi bor va internet foydalanuvchilari esa millionlar, onlayn savdoda esa hali juda katta o'sish potensialiga ega. Uzum bu bozorni egallash uchun to'liq ekotizim yaratdi. Ya'ni marketplace'da, bank xizmatlarida va logistika bo'lib to'lash tizimi va shuning hammasi bir platformada ishlaydi. Shu sabab Uzum kompaniyasining qiymati allaqachon 1 milliard dollardan oshgan. Bu esa Markaziy Osiyoning eng yirik texnologik startaplarga aylantirdi. Va investorlar aynan shuning uchun Uzumni kelajakdagi katta texnologik gigant sifatida ko'rmoqda. Agar siz ham Uzum market ekotizimida pul ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Endi Uzum marketni boshlamoqchi bo'lgan do'stingiz bo'lsa, bu videolarni bemalol ularga yuborib qo'yishingiz mumkin.